Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugungi mavzu BMSlar haqida bo'ladi. Sizlarga qisqacha to'liq mana shu videoda yoritib berishga harakat qilaman. BMSlarni ko'plar so'raydi. Oddiy BMS qo'yiladi aka bunga yoki bo'lmasa smart BMS qo'yiladi deb aytaman. Ular farqiga borishmaydi. Oddiy odam bu sohada bo'lmaganligi uchun. Xo'p, video uchun 3 xil, 4 xil BMS olib keldirdim. Mana bu smart BMS, bu ham smart BMS, bu oddiy BMS. Oddiy BMSning sifati yaxshisi. Buni har xil turdagi sifat darajasiga ko'ra har xil turga bo'linadigan oddiy BMSning ham yaxshirog'i, arzonrog'i, qimmatrog'i, puliga yarasha har xili bor. O'shalarga ehtiyot bo'lingizlar. Xo'p, mana oddiydan boshlaymiz. Daily. Bu juda ham yaxshi firma. Qiziqqanlar uchun, ma'lumot uchun Google dan qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu rasmini tushirib qidirsalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda nima deyapti? 7S 24 volt, 20 amper. 20 amper. Ya'ni tashqi tarafdan bu qanaqadir bir samokatga yoki-da o'zi aslida bu nogironlar aravasiniki. Nimaga bo'lsa ham 24 voltga qo'yiladigan bo'lsa, UPSdir misol uchun. O'shanga tashqaridan kelayotgan nagruska, batareykaga tushayotgan nagruska 20 ampergacha bo'lsa yuklama, o'shangacha ko'tara oladi. Undan yuqorisini ko'tara olmaydi. Keyin yana bitta narsa bu yerda ko'plar aytadi, misol uchun batareykam 40 amperlik qilib yig'ilsa, ichiga 20 amperlik BMS qo'yilsa nima bo'ladi deb. Hech narsa qilmaydi. U motorda rasxodiga, yuklamasiga eng kichkina voltda volt pasaygan sari yuklama bunga berilayotgan amper oshib boradi. Ya'ni tok kuchi bilan volt bir-biriga teskari proporsional. Oddiy misol qilib aytaylik, 60 voltlik batareyka zaryadi to'liq holatda 67 volt bo'ladi. Litiy ionda misol keltirib aytayapman. O'sha 800 vatlik motor bilan qo'zg'alayotgan vaqti 800 vat bilan emas, 1,5 kilovat bilan qo'zg'aladi. Yurib ketgandan keyin o'sha 800 vatga tushadi. Stabil bir xil yurish vaqtida. O'shanda misol aytaylik, qo'zg'alayotgan vaqti 15 amper nagruska berdi. Yurib ketgandan keyin 7, 6,5 shu oralig'ida nagruska berib yuribdi. O'shalarga bemalol bo'ladi. Keyin u hisob-kitob qilinadi. Eng minimal volt BMS nechida uzadi? O'sha holatda volt pasayib boradi-ku orqaga. Pasayib borayotgan kamaygan, misol uchun 67 dan o'sha 58 voltga tushganda siz motoringizni quvvatini batareykani voltga bo'lsangiz, amper oshib ketadi, volt kichkina bo'lganligi uchun. O'shani hisob-kitobi bilan BMS tanlanadi. Bu litiy ionda batareykani BMS 7S 24 volt 20 amperlik. Buni men nogironlar aravasiga ishlataman. NTS bu narsa nima narsa? Bu temperaturani datchik. Batareykani korpusiga sayda etib qotiriladi. Batareykada qanaqadir qisqa tutashuv, qizish paydo bo'lsa, o'shanda avtomatik o'chiradi, chiqishni uzadi. Buni ko'rinishi mana shunaqa 20 amperlik 24 voltlik BMS. Bu ham xuddi shunday, bunda ham NTS bor, lekin bu litiy железо fosfatniki 16S 48 volt 40 amperlik. Nima uchun 48 voltlarda 13S bo'ladi deb aytishlaringiz mumkin. Ba'zi birlar litiy ion bilan litiy железо fosfatni BMS'da farq bor do'stlar. Mana yozilgan tepaga Li-Fi PO4 40 amperda tepasida 16S litiy железо fosfat batareykani yacheykalarda, donalarda. Hozir ko'rsataman misol qildirib. Buni volt kichkina bo'ladi, 3.2 volt bo'ladi. Litiy ion akkumulyatorlardagi bo'lsa volt katta bo'ladi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunga volt yozilmagan ekan lekin. Xullas bu 3.7 volt bo'ladi. To'liq holatda litiy ion 4.2 bo'ladi.
Litiy jelezda fosfat to'la holatda 3.6 bo'ladi. Shuning evaziga buni BMSda bunisi ko'p ketma-ketligi 16S bo'ladi. Xo'p, bu jelezda fosfatniki 16S 40 amperlik. Keyingi BMS. Mana xarakteristikasini boshidan chiroyli qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman. JK BMS 0.4 amper aktiv balansi bor o'zida. 24S 4P 4 tadan parallel qilib yiqsa bo'ladi. Xo'p, aytayapti 0.4 amper aktiv balansi bor. 40 amper doimiy nagruskaga, 60 amper puskovoy nagruskaga, maksimal nagruskaga turib berishi. Qisqa vaqtga bu 60 amper. Keyin bu yerda aytilgan 8S dan 24S gacha minimal eng kamida 8S qilib ishlatsangiz bo'ladi deyapti BMSda. Mana bu QR kod orqali siz Play Market yoki bo'lmasa Apple Store'dan shu BMSga ulanuvchi programmani tortib olishingiz mumkin. Dasturda. Ochamiz buni. Bunda mana bu uji ikkita NTS datchik, temperaturniy datchik. BMSda ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga NTS ulanadi. 4 talik bu yerga BMS simlar taqiladi. Yondan ko'rinishi mana tranzistorlar, silovoy tranzistorlar. Tepada ikkita, bu yoqda ikkita, 4 ta, pastda ham xuddi shu ketma-ketlik. Общida 8 ta tranzistor bor. Bu 40 amperlik, чисто 40 amperga turib beradi. Mana bu yerda yana shu mana qog'oz etiketga обязательно дополнительно bitta qo'shib berilgan. Men batareykani upakovka qilib, korobkaga solib joylaganimdan keyin buni yopishtiraman. Odamlar qiynalmasligi uchun shtobi mana bu QR koddan programma yuklab oladi. Keyin ham bu batareykaning ichidagi BMS xarakteristikasini bemalol ko'ra oladi, tushungan odam bo'lsa agar. Komplektida BMS mana bu simi. Keyin o'sha NTS datchik. Qani ko'rsatdim-ku mana bu. JK brendiga tegishli Smart BMS. Keyin yana bir ma'lumot. Play Marketdagi dastur programmani ikonkasi mana bu. Mana shunday qilib chiqadi. Ochiq havo rangda, bulut rasmi bilan. Bu 40 amperlik. Bu ham JK BMS 0.6 amperlik. 0.6 amper aktiv balansi bor, uzr. 120 amper doimiy nagruska, 240 amper shu qisqa vaqtga turib beradigan, qo'zg'alib olish uchun chiqadigan amperga turib beradigan amperaji. Bu ham xuddi shunday 8 tadan 24 tagacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana tepada 0.6 milliamper, ya'ni 600 milliamper aktiv balansi bor, 24S 12P 12 tadan parallel qilib taqlasa bo'ladi bemalol. Maksimal. Bu uji boshqacha. Kattaligi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shu NTS datchik va tepadagi BMSda simlari taqiladigan datchik. NTS datchik bunda ham ikkita temperaturniy datchik. Bu ham o'sha aytganimdek batareykaga mahkamlanadi, batareykaning korpusiga. Bu uji 120 amper bo'lganligi uchun AVG 7 secheniyadagi qalin simdan ikkitadan chiqqan дополнительно qizimaslik uchun, batareyani yo'qotish uchun. Bunda ham xuddi shunday mana bu batareyka yig'ib bo'lingandan keyin oxirida yopishtirish uchun etiketka qog'ozi. Bu ham JK BMS. Mana bu xuddi shu ko'rinishda chiqadi. Play Marketdagi programmasi. JK BMS deb yozsangiz o'zi primoy topadi. Kimlardir oddiy telefon bo'lishi mumkin, ya'ni Android, kimlardir iPhone, ikkalasi uchun ham bor bu programma. Shu BMSlar har xil turlari bor. Agar qanaqadir yana tushunmovchilik bo'lsa, BMSlar haqida bemalol telefon qilib, agar telefonni ko'tarilmasam Telegramdan yozib
pastda nomerimni qoldiraman. O'sha nomerda Telegram bo'ladi. Обязательно kirib so'rashlaringiz mumkin. Agar ko'tarilmay qolsam telefonda uzr oldindan. Keyin mana aytdim-ku, Deli bu yaxshi, sifati yaxshi bo'lmaysiz degan sababi mana bular sifatsiz bo'lmaysizlar. Bular o'sha Xitoyda o'zidan tayyor yig'ilib keladigan akkumulyatorlardiki. Gap isboti bilan xo'p 720 volt 20 amperlik litiy-ionli batareykaniki, bu ham xuddi shunday 700 nogironlar aravasini batareykasini o'zini ichidan chiqqan bo'lmaysiz. Bunda na bir firma bor, na bir ikonka deganday, keyin ham tranzistorlari ham oddiy slava. Simlar ham o'sha talabga javob bergan. Mana bu AVga qalin simlar. Keyin ham mnogojirniy yumshoq, uncha-muncha temperaturaga dosh beradi. Mana usti silikonoviy AVga 14. Yonib ketmaydi. Mana bu 48 voltniki AVga 10 ekan. Shunaqa. Agar kimgaki shu batareyka bo'yicha batareyka yig'dirmoqchi bo'lsa yoki remont qildirmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol telefon qilib yoki Telegramdan yozib o'zlaringizga kerakli savol va maslahatlaringizni so'rab bilishlaringiz mumkin. Vaqtimga qarab iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Bu video kimgadir manfaatli bo'lganidan juda ham xursandman. Kanal rivojlanishi uchun va mana shunga o'xshash yangi videolardan bemalol maya bo'lishingiz uchun nima o'zlaringizga qiziqqanlar bor, do'stlaringizga tarqatib qo'ying yoki bo'lmasa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yangiliklardan ertachiroq xabardor bo'lasizlar, do'stlar. Xudo xohlasa, bundan ham yaxshi videolar hammasini kommentariyada yozingizlar. Shundan keyingi video qanaqa bo'lishlarini xohlaysiz? Nima haqida tushuncha beray, ma'lumot beray?